ijtimoiy masalalar bir nimalarga aralashib ketyapsiz. Bularni qiladigan bolalar bor. Bularni qiladigan ommaviy axborot vositalar bor. Ular o'zinikini qilaversin. Aralashmang. Fohishalikni targ'ib qilyaptilar dedingiz, siz fohishalikni ko'rdingizmi? Qayerda ko'rdingiz? Eshiting. Hozir shundoq Aqlimiz qartasak aqlimiz yetadi. Shuhrat ular qolmadi maydonda. Ma'noda aytilyapti. Tushundim, Shuhrat ular maydonda qolmadi, hizbiy qolmadi. Meni ko'rib turgan barchaga assalomu alaykum deb videoni boshlaymiz. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan videoda o'sha Gulira'no Qosimova va Abror Muxtoraliyev o'rtasida bo'lgan konflikt va o'rtada kelishmovchilik videosini tahlil qilib va o'z fikrimni bildirib o'tgandim. Endi esa bu temaga, bu mavzuga Shuhrat Musayev ham qo'shildi va Shuhrat Musayev va Abror Muxtoraliyev o'rtasida kelishmovchilik nimadan boshlandi va qanday tugaganligini ko'rib chiqamiz va o'z fikrimni bildirib o'taman. Yoki mana hozir mana bo'layotgan masala imенно Gulira'no masalasi. Abror Muxtoraliyev bunaqa ishlarga aralashish kerak emas deb o'ylayman. To'g'risi. Abror Muxtoraliyev qilish kerak bo'lgan ishlar emas bu. Abror Muxtoraliyning yo'li boshqa. Abror Muxtoraliyev bu bizni O'zbekistonda hozir yoshlarimizni mana shu dinga peshqadam bo'lib yurgan insonlarni havorijlar, hizbut tahrirlar, har xil takfirchilar, har xil firqalarga bo'linib ketgan turli tuman bir kazjollar bor. Ana o'shalar bilan olishish kerak. Ana o'shalarni orasidagi xalqimizga devor bo'lish kerak-da. Lekin mana bunaqa melish narsalarga aralashib, chista men tushunmayman-da, Abror Muxtoraliyev bu temada prosmotri ko'tariladi, ana reyting oshadi, boshqa qiladi. To'g'ri, bu tema tarafi bor. Lekin misol nima kerak hozir? Nima kerak? Hammani o'ziga dushman qilib degan tushuncha meni qiynayapti-da. Misol Siroj, ya'ni Sirojning media Siroj akam Otabek Jo'rayev. Ularning temasi bor. Ular bo'lmasa biror marta Abror Muxtoraliyev sizga gapirmagan. Abror aka birortasi sizga gapirib yoki sizga qarshi chiqib yurgan bolalar emas-da ular. Sizni hurmatingizni qiladi kerak bo'lsa, boshqa qiladi, lekin siz videoyingizda o'sha faxshni aniq qiladigan, yonini oladigan dayuslar bor, boshqa bor, u bor. Endi po faktu oladigan bo'lsa, sizni hozir ular misol ariza berib ustingizdan, davay bo'yniga qo'yib ber. Faxsh qilganini. Davay Abror Muxtoraliyev sen mamnaq qil, sen haqorat qilding, sen tuhmat qilyapsan, sen obro'sizlantiryapsan deb 139, 140 balo battar qilib boshingizni og'ritsa. To'g'rimi shu? Kerakmi shu? Menimcha kerak emas. Men lichni sizni bilasiz. Yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Va siz bunaqa ishlarga aralashishingiz kerak emas deb o'ylayman. Sizni yo'lingiz emas bu. Artistlar, ashulachilar, qanaqadir komiklar, mana ijtimoiy masalalar bir nimalarga aralashib ketyapsiz. Bularni qiladigan bolalar bor. Bularni qiladigan ommaviy axborot vositalar bor. Ular o'zinikini qilaversin. Aralashmang. Obro'yingizni to'kmang unaqa narsalarga. Men ichim achiganidan, ichim kuyganidan gapiryapman sizga. To'g'ri, siz meni balki mensimassiz yoki boshqa qilmassiz. Menga uni anaqa joyi yo'q, qizig'i yo'q. Ayrim videolarda ustoz deydi, lekin men ustozlik qilmaganman, ta'lim bermaganman degan joylaringiz ham bor. To'g'ri, siz nimaga ustoz deymiz? Siz o'sha din masalasida bizga qanaqadir tushunchalar berganingiz uchun shu ijtimoiy tarmoqda, boshqada, kerak bo'lsa yoningizda yurganimda ham o'sha payt tushuncha berganingiz uchun sizni ustoz deb hurmat qilaman. Prosta bu temalar sizni temangiz emas-da. Tushuning? Sizni yo'lingiz boshqa. Siz Samarqandiylar, Zufarlar, kim? Ibrohim Muvahhidlar, balo battarlar, shu musulmon ahlini miyasini chayvotganlar bilan olishing, bunaqa narsalarni bizga qo'yib beravering, biz o'zimiz qarshilatib tashlaymiz bunaqa narsalarni. Siz hozir sizga dushman bo'lmagan, sizga kerak bo'lsa qiyin paytingizda turib bera olmayman deydigan bolalar ham sizga qarshi bo'lib qolyapti. Misol mana o'sha Siroj, Otabek sizga yomonligi tegan bolalar emas ularni.
Balki hozir shunaqa darajagacha yetgandirsiz, sizga уже hech kimni поддержкасы kerak bo'lmay qolgandir. Yo boshqadir. Lekin siz tushuning, ular o'zini ishini qilyapti. Ular o'zini ishini qilib yuribdi. Ommaviy axborot vositasi, bloger, jurnalist. Siz ahli ilmsiz. Sizni darajangizda siz ana o'tinimaydi fikr bildirib, PR qilib, har xil gaplar gapiradigan joyiz emas bular. Yoki qaysidir ashulachi bilan siz urushib o'tirishingiz, boshqa qilishingiz kerak emas u. Bu necha marta men siz taraf bo'lib, sizni yoningizga olib chiqqan bo'laman. U narsani o'zingiz prekrasno bilasiz. Yoningizda ijtimoiy tarmoqda turganlardanman. Qo'ying shunaqa temalarga aralashmang. Men просто со стороны do'st sifatida sizga chekkadan kuzatuvchi sifatida aytayapman. Ey, sizni obro'yingiz to'kilyapti bu temalarda. Tarafdorlaringiz emas, sizga qarshilik ko'payyapti faqat. Va mana shu narsalar menga yo'q. Javob beradi. Tuhmatni. To'xtanglar, Shuhrat Musayev qilyapti menimcha. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Bu Abror Muxtor Alining nomeri emasmi? Abror Muxtor Alining nomeri. Kim bu? Hozir primoy efirda edingiz, o'shanga javob berganingiz kim ekansiz debsanda. Siz kimsiz? Men Bigiranoman, domla, assalomu alaykum. Sizga oldingi safar aytdim, eringiz bilan keling-da, eringiz bilan o'tirib gaplashamiz dedi. Siz suhbatni to'satdan o'zingiz meni haqorat qilib tashlayapsiz. Mangragan qilib tashlayapsiz. Domla, agar gapimni haqorat deb qabul qilgan bo'lsangiz, men sizni haqorat qilmadim. Yo'q, mangragan nima aloqasi bor? Yo'q, domla, siz hozir yana primoyda meni fohishalikka targ'ibot qilyapsizlar. Sizga aytayotganim yo'q. Mana siz jonli efirda turibdi. Shundoq ko'chirib oling-da, sudga murojaat qiling. Abror Muxtor Ali eshitding gapni? Fohishalikka targ'ib qilyapsizlar dedingiz-ku, siz fohishalikni ko'rdingizmi? Qayerda ko'rdingiz? Eshiting. Hozir shundoq oling-da meni videoyimni. Ustimdan ariza yozing. Abror Muxtor Ali meni fohisha deyapti deb yozing. Tekshirishadi. Agar fohisha degan bo'lsam, javobgar bo'laman men. Nima qilasiz bunaqa ijtimoiy tarmoqda bunaqa narsalarni shantaj qilib? Ko'ryapsizlarmi mana? Men siz bilan bahs qilaman deb telefoningizni o'tgan safar ko'targanim yo'q. Prosta sizni telefon qilib eringizni olib keling bilan tugatdim mavzuni. Hozir siz o'tgan safar ham telefonni o'chirib qo'ydingiz. Yo'q, hozir ham o'chirib qo'yaman. Siz kimsiz menga bunaqa qilasiz? Men qarang, jurnalist ayollar bilan intervyu berib chiqqansiz, ular. Yo'q, beraveraman. Siz o'zingizni hammaga misol qilavermang. Sizni ahvolingiz hozir tavba qiladigan ahvolda. Kerak emas. Tavba qilishim kerakligini siz qayerdan bilyapsiz? Sizga vahiy keldimi? Yo'q, hamma tavba qilish kerak. Siz tavba qilmaydigan ayolmisiz? Yo'q, men gunohlarimga har kuni Ya tavba bo'ldi, nima qilasiz hozir? Men siz bilan gaplashkim yo'q deyapman. Nimaga menga uni tuhmat qilib zakaz bo'lmasa oldimiga internetga chiqyapti? Xo'p, 135 bo'yicha isbotlanganmi gapingiz yo'qmi? Hozir 235 deydi. 235, ha, 235. Ha, men yurist emasman-da. Yurist emasman-da, esimdan chiqib qolishi mumkin. 235 bo'yicha sizni urib yechintirgan degan da'voyingiz bor. O'sha da'vo bo'yicha ish ko'rilyapti asosan. Lekin o'sha da'voni men aynan o'sha qamalganlarga nisbatan ishlatganmanmi yoki mana qolgan 9 taga nisbatan ishlatganman? O'shani aytayapman. Hozir meni gapimni eshitgan bo'lsangiz, qamalganmi, 9 taning ichida bormi, isbotlansa 10 yilgacha jazo qo'llanglar deyapman. Domla, siz hozir unaqa demayapsiz, primoyda. Shunaqa deyapman. Yolg'on gapiryapti, bu qiz taqishtigan deyapti. Yo'q, yolg'on gapirgan bo'lsa, uni tuhmat qilganlikda jinoiy javobgarlikka tortinglar deyapman. Yo'q, domla, siz hozir primoyda aytdingiz. Ya bo'pti, siz bilan gaplashishning iloji yo'q. Mana ahvolingiz, siz eshitmasangiz, men sizga majbur emasman. Siz eshitaman, telefonni. Xo'p, harakat qilishyapti shantaj qilishlikka. Ikki xil gap qonuniy chora ko'rmasa, davlatchilik bu savol ostida qoladi. Qonuniy chora ko'radi. Endi 235 bo'lmasa,
Unda Gulira'no va uni atrofida shuni mana shu gapini qo'llab-quvvatlaganlar javobgarlikka tortilishi kerak, Shuhrat. Tortilishi kerak. Bu ertaga boshqa gazak beradi, boshqa tomonga oshib ketadi. Ertaga yana bittasi yalang'och bo'lib oladi-da, meni dedi majburladi deydi. Shunaqa. Shuning uchun men bu yerda siz videoni oxirigacha ko'rmadingizmi, bilmayman. Yo, asosan kichkina murojaatingizni tarqatishyapti-da. Ha, o'sha kichkina murojaatimdan tashqari o'sha to'liq murojaati bor buni. Yo, chiqib ayting siz murojaatda. Juda ko'p narsani aytganman. Yo, men tushundim. U hissiyot tomoni, romantika. O'zbekistonda Abror Muxtoraliyev ustoz qarang. O'zbekistonda o'sha dinimizga bo'layotgan juda ko'p tajovuzlarni, har xil firqalarni, yo'l, hizbiysi bormi, boshqasi bormi, unisi bormi, bunisi bormi, siz o'sha joyda bizga muhimroqsizda. Chunki bunaqalarni agar noto'g'ri ish bo'lsa, biz o'zimiz qachag'ini chiqarib tashlashga aqlimiz yetadi. Shuhrat, ular qolmadi maydonda. Ma'noda aytilyapti. Tushundim, Shuhrat, ular maydonda qolmadi, hizbiy qolmadi, dahriysi qolgani yo'q, bir pichoqqa ilinadigan, havoriji qolgani yo'q, Abu Saloh qolgani yo'q. Endi o'shalar orqali sizni meni bu mamlakatda o'rnimdan siljita olmaganlar mana bular orqali hujum qilyapti. Ko'zingizni oching, sal kattaroq fikrlang. Sizga qarshi chiqmaganman hech qachon. Yo'q, bilaman, siz juda, men sizga hozir aytyapman, yana qaytib aytyapman. Shuhrat, siz yaxshi niyat bilan bu mavzuni ko'targan, menga murojaat qilgan siz shunaqa qalbingizda menga nisbatan haqoratlarga ranjish bo'lgandir. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Yana qaytib eslataman, Shuhrat, biz bir armiyamiz. Shu vatanni, shu millatni, yoshlarini ma'lum bir qismi sizga, menga quloq solib turibdi. To'xta, nima mavzu degan joy. Hozir bu yerda rangli inqilobga tayyorgarlik ketyapti. BBC olib chiqyapti, El-Tuzi boshqasi olib chiqyapti. Maqsad boshqa. Bu yerda bu Gulira'noni nomusi oqlanishi tarafdori 100% menman. O'shaning uchun aytyapman, Gulira'no, seni tarafingni olyapman, sen bilmayapsan deyapman. Lekin yo'q deyapti u. Men ham Gulira'noga o'xshab, ana ichki ishlarni yomonlashim kerak, ular zulm qildi, 235 bor deyishim kerakni ayolda endi bir hissiyotga berilyapti. U yo'q u. Agar bo'lsa, mana siz boshqalar qani chiqib, o'sha Sirojiddinga ham aytingchi qani, Gulira'noga savol bersinchi, 235 bo'yicha. Savol bersinchi, yana bitta savol bor bu yerda. Nimaga soliq xodimi ishdan haydaldi? Majburlab yechintirilgan-ku u. Nimaga haydaladi u? Majburlab yechintirilgan odam nimaga haydaladi? U chiqib aytmaydimi, meni majburlab yechintirilgan edi. Men pokizaman bu yerda, faqat qarz so'rab kelgan edi demadi. Nimaga? Ha, bu savol narsalar bular. Bizni ayollarimiz mana videoni ko'rdik. Shuhrat Musayev gapiga qo'shilamiz. Haqiqatan ham u to'g'ri gapirdi. Har bir insonning o'z yo'nalishi bor. O'z yo'nalishida ketgani yaxshi. U inson haqiqatan ham ilmi kuchli inson, tan olish kerak bu narsani. Lekin oxirgi vaqtlarda qiladigan ishlari menga ham o'zi yoqmayapti-da, ne только boshqalariga. Uni ilmlardan foydalanamiz, eshitamiz. Haqiqatan hozir ham, shunda ham uni oldingi o'sha ilmdan dars bergan videolarini ko'rib turamiz har zamonda. Bu narsani yoshirmaymiz. Lekin bu odam oxirgi vaqtlarda kitob ko'p o'qiyverib, miyasi bilan urushib qolgan shekilli. Tili bilan miyasi kirishmay qolgan. Chunki tili gapirgan narsasini miyasi qabul qilmayapti. Miyasi qabul qilgan narsasini tili gapira olmayapti. O'zini gapirgan gapini tan olmayapti. Shu narsalarga men oxirgi vaqtlarga bir hayron bo'lib qolyapman. Chunki gapirgandan keyin gapga javob berish kerak. Bu insonga hech kim yomonlik tilamayapti. Yomon narsa haqida gapirmayapti. Unga prosta o'z yo'nalishida yurishini xohlayapti va bunaqa narsalarga aralashmasligini xohlayapti. Nima deyishim mumkin? Endi gapni cho'zmayman. Har bir inson o'zini yo'nalishida va o'zini ishini qilgani ma'qul. Umid qilamanki, ular kelishib oladi. Bu tema yopilib ketadi va hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman.